Bugun bizda oldingi videoni 5-sharti, ya'ni final challenge va hozir biz Azizxon va Yusufbek bilan bekinmacha o'ynaymiz. Bolalar, men 100 gacha sanayman. Kim birinchi topsam, o'sha yutqizadi. Sizlarga 3 tadan jon beriladi. 1, 2, 3 vaqt ketdi. To'g'ri. To'qson 100 bo'ldi. Endi birachkalarni qidirishni boshlaymiz. Qani. Qattiq ekan bolalar. Bilasizlar, bolalar, agar kim hozir 3 imkoniyat beriladi, kim topsa keyin to'ychiliklarni bemalol mazza qilib yeydi. Agar sizlar videolarimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, o'sha shartlarni eslatib o'taman. Keyin to'ychiliklarni olib, Telegram kanaliga kirib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin va shirinlik bilan rasmga tushib bizlarning Telegram kanalimizdan chatiga tashinglar. Mengacha qidiraman. Qani. Qattiq ekan. Yo'da yo'q. Cho'ta bolni seriozniy bekindimi deyman? Balkim kimdir tepaga chiqqandir. Tudut bekinadi-yu, to'g'rimi? Qimillamaydi-yu, qochmaydi-yu. Oy. Azizxon. Aziz. O'zi o'ylab topib bekindimi? Xo'p, men Azizxon bo'lganda qatga bekinardimi? U bu kichkina joyga kirib olgan bo'lardi. Eng zo'r ideyani aytaymi? Tepadan qaraymiz-da, yaxshilab. Kim qattaligini bilib ol. Voy, Azizxon shundaga. Mana biz Azizxonni topib oldik. Azizxon? Sizni bir topib oldimi? Bilmayman. Topamizmi? O'g'illarini eshitdim lekin. Yo'q, shu yerdami? Qani menga aytingchi. Ha. O, ana. Ha. Nimadir qimirlayaptimi? Ana! Ha. Topib oldimi? Bizda mana Yusuf ham topildi. Hozir Yusuf sen yutding. Yaxshi, yurursan. Sen yutding. Tabriklayman. Sen ikkinchi bo'lib topilding. Endi bizda ikkinchi raund. Bolalar, hozir bizda ikkinchi raund. Men yana 100 gacha sanayman. Sizlar nima qilishni bilasizlar? To'xtang. 1 2 3 4 5 6 97, 98, 99, 100. Bizni qidirishni boshlaymiz. Qani, kim? Qatti. Batutga kirib ko'ramizmi? Cho'ta batutga kirgim kelyapti. Cho'ta batut jimdi. Batut yo'q ekan. Ket. Yana kimga yana boyagi joyga o'tirib olgan bo'lsa, ya menimcha bu safar bekingan joyga bekinishmasa kerak deb o'ylayapman. Kim bu? Yotoganda qaraylar. Buyoqqa. Nima bo'ldi? Yutqizdik. Xo'p. Hali yana bitta raund bor. Yana bitta raund bor. Chenlar kesibsana. Menga Azizxon qattiq bekinganligini aytsang, senga shirinlik beraman. Men ko'rganim yo'q, lekin mash taraflarda. Bo'pti, xullas qiz emas. O'zi davom. Menimcha bu yoqda bo'lmasa kerak. Qani. Azizxon qani? Men Azizxon bo'lganda qatga bekingan bo'lardim. Menimcha Azizxon tepaga chiqishni yaxshi ko'radi. Balki mashkachilarga chiqib ko'ramiz. Voy, charchab ketdim boru. Bolalar, shunaqa charchab yugurib yurmish xohlasanglar, sizlar ham bizlar bilan videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda qatnashish xohlaysizmi? Ha. Uning uchun like bosib obuna bo'lib qo'yish kerak. Kendi to'yingizga zo'r duoring. Ha, bola qani, qochish qani. Yetdimi? Malades, yutdim yaxshi. 5. Qatga qochib ketding? Men dedim. Qatta. Malades. Yusuf bekingan joyga bekilibdi, lekin bir-birini qatga bekinganini bilmaydi. Bizda demay, 1-1 3-raund. Birinchi o'yinda Azizxon birinchi topildi. Ikkinchi o'yinda Yusufbek birinchi topildi. Demak, 1-1. Bizda final. Hozir qaranglar, kamerachi okelar ham sizlar bilan bormaydi. Biz o'zimiz 100 gacha sanab qidiramiz. Nima qilish kerak? Like bosishdan. Like bosishdan, obuna bosish. Hozir men sanashni boshlayman. 1 2 3 11 12 13 100 gacha sanamasdan bolalar, hosiliga qanaqa bu videoda qatnash sirini o'rgataman. Qaranglar, bolalar.
Kendi to'yisi, dippo yoki jellopi va bundan tashqari har xil shirinliklari bor. Ularni sizlar Telegram kanalidan ko'rib olsanglar bo'ladi. Va o'tiga shirinliklar O'zbekiston bo'ylab hamma do'konlarda bor. Faqat original shirinliklardan olinglar va u shirinlikni yeb birga rasmga tushinglar va bizani ushbu Telegram kanalimizning chatiga tashinglar. Qaranglar. Agar sizlar qancha ko'p rasmga tushsanglar, qancha ko'p shirinlik bilan rasmga tushsanglar, shuncha videoda qatnashish imkoniyatingiz ko'p bo'ladi. Biz esa har hafta saralab olib, aynan sizni, qara, like bosmagan ekansan, like bosib qo'ying. Aynan sizni olishimiz mumkin. O'shaning uchun 98 99 100 ketdi. Qani shu talibomni chiqadi, tepaga boru. Meni shunaqa deb o'ylayapman. Qatti bo'lishi mumkin, qatti bo'lishi mumkin. Hozir tepaga chiqib qidiramiz. Ketdi. Ikkalovi bitta joyga bekingan bo'lsa, ikkalovi yutadi-da. Ham bola yugurib ketishini qaranglar. Yugurib o'tib ketdi hozir ham bittasi. Azizxon, bu yoqqa kelsan bola. Nega joy qidirib yurasan? Men o'sha yuzga sana bo'ldim-ku. Sen bitta joyda bekinib qolishing kerak edi. Men seni ko'rib qolmasdim. Azizxon. Bitta joyga bekinsang, o'tirsang ko'rmasdim. Keyingi safar yutaman, zo'r qilib beraman. Kommentariyaga Azizxon siyla deb yozib qoldiringlar bolalar. Yana shotga bekim olgan bo'lsa, o'tamasmi? Yo'q. Ne bunaqa ish turibdi? Kallasi ishlaganini qaranglar. Ikkinchi marta bitta joyga bekindi. Men o'qimasdim lekin. Tabriklayman, yutding. Voy! Kirmaganini qaranglar. Ko'rib turganingizdek, bu videoda Yusufbek g'alaba qozondi. Xullas do'stlar, keyingi videoda endi Azizxonga ham omad keladi, to'g'rimi? To'g'ri. Mayli, bu o'yinda hozir Yusufbek yutdi. Keyingi videoda sizlar ham qatnashishinglar mumkin. Shunga like bosib olib qo'yinglar. Yusuf, mana 4 to'lov senga. Ko'tar. Mana. Bular yutishim keladi. Podpiska tashlaysizlar, like bosasizlar, kommentga kendi to'yingizni yozib ketasizlar. O, malades. Mana sen 4 ta yutding. Nima qilmoqsan? Azizxon ham o'ynadi, yutdik, yiqildik. Azizxonga ham ikkitasini beramiz. O, ana. Tabriklamaymiz. O, ana, qarshi olib qo'yamiz. Malades. Bolalar, shu joyda videoga like bosib obuna qo'yasizlar, shartlarni bilasizlar. Keyingi safar agar shu bolani o'rnida sizlar bo'lishingiz mumkin. O'shanga videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kendi to'y zo'r.